Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olam kanaliga xush kelibsiz. Birgalikda hozir yana qisqa tanaffusdan keyin sizlar bilan birlikda ko'rib turibmiz va keling hozir qiziqarli partiyani ko'rib o'tamiz. Qaysi ma'noda? Gap 1974-yil to'g'risida ketmoqda. Leningradda, ya'ni sobiq SSSRda bo'lib o'tayotgan paytlar yarim final bosqichi nomzodlar matchida bo'lib o'tmoqda. Ikki shaxmatchi bir-biriga to'qnash kelgan. Ya'ni yosh, ambitsiyaga to'lgan va xuddi raketa kabi oldinga qarab surayotgan, ya'ni jahon taxtiga qarab Anatoliy Yevgeniyevich Karpov to'g'risida. Hali jahon chempioni emas va mana shu siklda ushbu narsani qo'lga kiritdi. Xo'p, yarim final bosqichida esa uning raqibi sobiq Fisherdan qaqshatqich zarbani olgan va qaysidir ma'noda psixologik tarzda o'zi ham ta'kidlagan bu narsani Boris Spassky psixologik tarzda singan ex jahon chempioni Boris Vasilyevich Spassky bo'ladi. Mana shu matchdan keyin Anatoliy Yevgeniyevich Karpov o'zi ta'kidlagan Boris Spasskyni mag'lubiyatga uchratadi. Tabiiy holki yarim final bosqichida va xuddi 9 tonna yukni ko'targandek o'zimni his qildim degan. Shu darajada misol uchun даже misol uchun Fisherdan yutqizgan bo'lsa ham, hattoki mag'lubiyatga uchrab psixologik tarzda singan bo'lsa ham, jahon chempionlari baribir mana shu o'zida qanaqadir bir chempionlik kuchini saqlab qoladi har doim. Ham misol uchun oldingi forma bo'lmasa ham, lekin mana shunaqangi narsasi bor. Shuning uchun ko'pincha ta'kidlaymiz, sobiq chempionlar bo'lmaydi deb. Va mana shu yarim final bosqichidan keyin qaysidir ma'noda Anatoliy Karpov Boris Spasskyni butunligicha, ya'ni mana bu hech qanaqasiga shaxmat olamidagi bir yuqori bir natijalarga da'vo qilmaydigan shaxmatchiga aylantiradi. Ya'ni Fisher sindiradi, Karpov mana shu yarim final bosqichida oxirgacha dabil deydi-yu, oxirgacha sindirib qo'ya qoladi Spasskyni. Endi albatta bu narsa Spasskyni shaxmatga misol uchun hech qanaqangi bir kuchli shaxmatchi bo'lmagan deyishga albatta bu narsa umuman aloqasi yo'q. Shunchaki har bir shaxmatchining o'zini davri bo'ladi. Xo'p, birgalikda hozir ko'rib o'tamiz va ushbu partiyada juda ham Anatoliy Yevgeniyevich Karpovdan o'tkazgan eng yorqin desam balkim noto'g'ri bo'lsa kerak, lekin juda ham yorqin partiyalardan, mashhur partiyalardan bittasi mana shu partiya bo'ladi. Birgalikda hozir ko'ramiz va qanchalik partiyachi go'zalligidan va yo'lda bo'lib o'tgan narsalardan bahramand bo'lamiz. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizdan onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ssilkaga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Ushbu matchning 9-partiyasini ko'ramiz biz. Oqlar bilan Anatoliy Yevgeniyevich Karpov o'ynamoqda, Boris Vasilyevich qorlar bilan harakat qilmoqda. Partiya E2 to'rish bilan boshlab berildi. C7 C5 bilan javob bermoqda Boris Vasilyevich, ot F3 ga E6, D4 CD ot D4, ot F6 ot C3 hamda D6 yurishlaridan keyin doskada sasilancha himoyani Shvringen yoki bo'lmasam Shvringen deyshadi, har xil ikkita nomi bor. Mana shu variantiga qarab bormoqda. Fil E2 yurishini amalga oshirmoqda oqlar. Fil E7, rokirovka, F4, ot C6, fil E3 hamda fil D7. Doskada ko'rmoqdamiz tezlik bilan figuralar rivojlanishini davom etmoqda va juda ham odatiy bo'lgan mana shu qo'llar tarafidan variantga ot D4, keyinchalik fil C6 yurishi amalga oshirilishi kichkinagina misol uchun qo'llarni muammosini yechishga yordam beradigan manyovr hisoblanadi. Shuning uchun Karpov bu narsaga qarshilik ko'rsatmoqda va bu yoqda ham qo'llarda odatiy bo'lgan A6 yurishi bor, nazariy bo'lgan. Ammo lekin Spassky partiyada A5 yurishini amalga oshirmoqda va biroz agressiv tarzda o'ynashga va o'ziga yarasha bu yoqda ham otga B4 katayni qo'lga kiritishga harakat qilmoqchi. Qanchalik bu narsa yaxshi yoki yomon, partiya davomida ko'rib o'tamiz. Gap shundaki, A2 ator yurishidan keyin Karpov shu yurishni amalga oshirmoqda. Mana bu B5 kataga doimiy kuchsizlikka aylanadi qorlarni pozitsiyasida. Va bu narsa partiyada keyinchalik o'z so'zini gapirishini guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ot B4 yurishi. Albatta, Boris Spassky o'zi o'ylagan g'oyasini amalga oshirdi va bu narsaga erishdi. Endi doimiy tarzda mana bu B4 katagidagi ot ferzni go'yoki himoyada ushlab turishga majbur qilishi mumkin, chunki piyodani har doim himoya qilishga to'g'ri keladi.
Hozir esa partiyada fil F3 yurishini hozircha amalga oshirmoqda Anatoliy Yevgeniyevich va E5 yurishi bu yoqda tezroq markazga qarab zarba berish qollarga nisbatan, ta'kidlab o'taman, biroz yaxshiroq edi. Lekin bu yoqda fil C6 yurishidan keyin ko'rmoqdamizki, yuqorida D5 yurishiga xalaqit bergan edi, aynan filni F3 keltirgan holatda Anatoliy Yevgeniyevich. Endi esa D5 zarbasi yana amalga oshirish mumkin va o'z navbatida E4 tagida bosimni amalga oshirmoqda qollar. Ot D4ga. Endi esa Karpov ot bilan C6 tagida almashtirish mumkin va shu orqali ikkita filni qo'lga kiritish mumkin va o'ziga yarasha o'yinni olib bormoqda. J6 hozircha. Ko'rmoqdamizki, endi E5 zarbasiga Boris Spassky sekin-astalik bilan harakat qilmoqda zarbani amalga oshirishga va ot F5 yurishiga kelmasligi uchun E5 zarbasidan keyin ushbu kadakni nazoratga olmoqda. Ruh F2. Mana bu esa Anatoliy Yevgeniyevich Karpov uslubidagi amalga oshiriladigan manyovrlar hisoblanadi do'stlar. O'zini lagerda hech qayerga chiqmagan holatda juda ham nozik bo'lgan manyovrlarni amalga oshirish Karpov usulida hisoblanadi. Ruh F2 yurishi ham D liniyasiga kelishi mumkin va o'z navbatida F1 tagida ferzga joy bo'shatmoqda va juda ham ko'p funksionalga ega bo'lgan yurish hisoblanadi. Buni partiya davomida yana guvohi bo'lamiz va oxir oqibat E5 zarbasi Spassky tarafidan amalga oshirilmoqda. A turadi C6, BC va E5 tagida almashtirilish yuzaga kelmoqda. Javoban esa ferz F1 yurishi. E'tibor bering, mana bu ruh hozir mana F2 tagidan ham D liniyasiga kelishi mumkin, ham mana bu C2 tagidagi piyodani himoya qilmoqda va shu orqali ferz o'z joyini bo'shatmoqda boshqa kelishi mumkin bo'lgan ruhga. Mana shunaqangi ko'p rejali yurishlarni amalga oshirmoqda partiya davomida Anatoliy Yevgeniyevich va hozir mana bu ferz F5 yurishidan asosiy g'oyasi albatta C4 katagiga kelish hisoblanadi va shu katak orqali ham piyodaga hujum qilish, ham markaziy bo'lgan kataklarni nazorat qilish. Partiyada esa Boris Spassky ferz C8 yurishini amalga oshirmoqda. U ham o'zining g'oyasi bo'yicha ikkita fil ustunligini oqlarda yo'q qilish niyati bor. Ot J4 yurishi orqali vilka bo'ladi. Shuning uchun hozircha himoyalanmoqda oqlar bu narsadan. Ot D7 endi boshqa tarafdan kirmoqchi Boris Spassky fil C5 yurishi orqali qora yo'lakli filni almashtirmoqchi. Fil J4 yurishi Karpov tarafidan bu narsaga qarshilik ko'rsatmoqda, otni svyaska qilgan holatda H5 zarbasi va go'yoki majburlamoqda, yoki hozir filni olib qochasan, keyin fil C5 yurishi amalga oshiriladi, yoki hozir filni berishingga to'g'ri keladi demoqda Boris Spassky. Karpov mana bu pozitsion narsalarni albatta juda ham yaxshi va juda ham chuqur tushunadigan shaxmatchi, jahon chempioni bo'lgan. Bu narsa o'ylamanki ortiqcha izohga hojati yo'q. Hammasini hisob-kitob qildi va to'g'ri qarorni qabul qilmoqda. Fil uradi D7 yurish orqali o'zi bermoqda ikkita fil ustunligini. Evaziga nimani qo'lga kiritmoqda? Ferz C4 yurishidan keyin partiyada shunday bo'ldi. Ko'rmoqdamizki, F liniyasi bo'yicha juda ham kuchli bosim. Ferz oxir oqibat o'zi o'ylagan kuchli katakka qarab kelmoqda va mana shu katak bo'yicha hamma joylarga bosim qilishni davom etmoqda va ikkinchi ruh ham o'yinga keladigan bo'lsa, u holda mana bu F7 katagidagi muammolar soni oshishi mumkin. Albatta, qollar ham joyida turish niyati yo'q. Boris Spassky fil H4 yurishini amalga oshirib ruhga hujum qilmoqda va mana bu hozircha F liniyasidan haydamoqda mana bu ruhni kuchli bosim bo'lmasligi uchun F7 katagiga. Ruh D2 yurishi amalga oshirilmoqda. Qanchalik e'tibor bering, mana bu ruh F2 yurishi ko'p ma'noli, ko'p rejali yurishga aylanmoqda. Hozir ruh temp yo'qotmagan holatda ferzga hujum qilmoqda. Albatta, ferz B7 yurishi nisbatan kuchliroq edi. Ta'kidlab o'taman, katta bir farqi yo'q. Partiyada ferz 7 bo'ldi. Deyarli hech narsani bu narsa hal qilmaydi. Va bu yoqda tanlash imkoniyati borida tabiiy holki Anatoliy Yevgeniyevichda fil C5 yurish orqali. Agarda fil C5 yurishni amalga oshiradigan bo'lsa, oqlar go'yoki sifatni yutib olish mumkin. Lekin qarama-qarshi hujum bor, ferz J5 yurishi. Va endi agar himoya qilish yurishiga, u holda qollar ham o'z vaqtida ruhni hujum ostiga olib qochishga ulguradi va bu narsa deyarli partiyada oqlarga hech narsa bermaydi. Albatta ular ustunligini yo'qotishmaydi, lekin qo'shimcha bir narsa berishni juda ham qiyin bu yoqda. O'shaning uchun partiyada Anatoliy Yevgeniyevich ruh F1 yurishini amalga oshirmoqda va F7 kataga bosim qilishni yana davom etmoqda. Ruh Fd8. Albatta, Spassky ham o'z navbatida figuralar sonini tezroq kamaytirishga harakat qilmoqda. Qancha figura kam bo'lsa, shuncha hujum qilish imkoniyati oqlarda kamayishni davom etadi va mana shu joyda ushbu partiyani ham chiroyiga chiroy qo'shgan va Anatoliy Yevgeniyevichni butun shaxmat karyerasi davomida qilgan eng chiroyli yurishlardan va ayniqsa o'z uslubida qilgan yurishi amalga oshirilmoqda. U ham bo'lsa ot B1 yurishi do'stlar. Ushbu yurishdan juda ham ma'nolar ko'p. Ya'ni rejalar juda ham ko'p. Birinchi navbatda C3 yurish orqali mana bu B4 katagidagi oqlardan asabiga tegayotgan ot.
uni haydash imkoniyatiga ega bo'ladi. Uni orqasidan esa mana bu C6 kattagidagi piyoda hujum ostida har doim qolishi mumkin. Undan keyin esa ot o'z navbatida mana bu ot D2, ot F3 yurishi orqali kuchli bo'lgan kattaga qarab keladi. Ham mana bu H4 kattagidagi filni yo'q qiladi, ham mana bu E5 kattagiga bosim qilishdan davom etadi. Yuqoridagi holatda ot albatta C3 kattaga turgan, lekin unda bironta bir perspektiva yo'q edi. Uni hamma borishi mumkin bo'lgan kattagilarni ushbu piyoda olib qo'yayotgan. Mana bu E4 kattagida esa o'qlarni o'zlarini piyoda surgandi va bir yurishni o'zidayoq ot B1 yurishi ham otni yaxshi kattaga ko'chirmoqda, ham boshqa muammolarni oqlar hal qilmoqda. Mana shunaqa yurishlar do'stlar chuqur pozitsion kuchli yurish hisoblanadi. Boris Spassky ushbu narsalarni ko'rgan holatda Fers B7 yurishni amalga oshirmoqda. Oldindan himoya qilmoqda o'z piyodasini va hozir partiyada sharoitga qarab nima qilishni o'ylamoqchi. Hozircha esa shoh H2 va bu ham profilaktika hisoblanadi. Ham J3 yurishidan keyin fil qochishga majbur bo'ladi. Boshqa bir kattaki va rux F2 ga qarab kelgandan keyin yana o'sha F7 kattagida kuchli bosimni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ham markaz bo'ylab, ham F liniyasi bo'ylab oqlar bosim qilishni davom etmoqda. Hozircha esa shoh J7, C3 yurishi rejali yurish amalga oshirilmoqda. Ot qochishi kerak. Endi esa do'skani chetida turgan ot hozircha o'yinda emas. Javoban esa rux E2 yurishi amalga oshirilmoqda oqlar tarafidan. Ushbu yurishdan ma'no esa do'stlar, albatta Steinitz birinchi jahon chempioni gapini, pozitsion tushunchalarini bizga qoldirib ketganini ta'kidlaydigan bo'lsak, kim hujum qilayotgan bo'lsa, o'sha tarafga figurani almashtirmaslik albatta yaxshi. Agar kim himoyalanayotgan bo'lsa, o'sha tarafga figurani almashtirish tabiiy holki yaxshi hisoblanadi. Va mana shu maslahat bo'yicha hozir, ya'ni birinchi jahon chempioni maslahati bo'ylab Anatoliy Evgeniyevich Karpov 12-chi jahon chempioni ushbu qoidaga shunchaki amal qilmoqda. Partiyada rux F8 yurishni amalga oshirmoqda Boris Spassky tushunib yetmoqda pozitsiyasi juda ham og'irligini va chuqur va shunchaki gluxoy zashitaga qarab, ya'ni himoyaga qarab o'tmoqda. Passiv himoya desa ham bo'ladi. Ot D2 yurishi, rejali yurish amalga oshirilmoqda. Partiyada fil D8 yurishi bu yoqda amalga oshirildi. Albatta bu yoqda ot B8 yurishi bor edi. Misol uchun Temur do'stimiz kompyuter shu narsani maslahat bermoqda, lekin bu ham hech narsani o'zgartirmaydi do'stlar. Fil D8 yurishi partiyada amalga oshirildi. Javoban esa ot F3 ga piyodaga hujum qanday himoya qilish kerak? Himoya qilish albatta resurslari juda ham kam qoladi. Har bir yurishda o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Va o'shaning uchun F6 yurishi ushbu narsani uzoqdan o'ylaganda albatta Boris Spassky, ya'ni mana shunday tarzda ushbu piyodani himoyasini himoya qilish va boshqa muammolarni hal qilish. Lekin ushbu yurishdan kamchilik bor va mana shu narsani darhol payqamoqda Anatoliy Evgeniyevich. Rux D2 yurishi. Endi ko'rmoqdamizki, mana bu D liniyasi butunligicha oqlarning hukmronligiga o'tmoqda va mana shu markaz bo'ylab Mikhail Moiseyevich Batvinni gapirgan kabi markazdan o'ynashni davom etmoqda oqlar. Partiyada fil 7 bo'lmoqda Spassky tarafidan, fers E6 oqlar ichkariga kirishni o'zi boshlamoqda va rux D7 yurishi shunchaki figurani yutib olish xavfi yuzaga kelmoqda. Shuning uchun rux D8 himoyalanish kerak. Rux D8 yurishidan keyin shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, qollar o'z ruhi bilan olish bilan javob berisha olmaydi. Agarda unday bo'ladigan bo'lsa, u holda qaqshatgich ot E5 zarbasi bor. Ham fers F7 shoh keyinchalik mod xavflari bilan hamda piyodani kamida olish mumkin va yoqda figurani yutib olish mumkin bo'ladi. Agarda oladigan bo'lsa, u holda rux F7 shoh, shoh H8 hamda fers J6 yurishidan keyin H7 kattagida moddan himoyalanishni iloji bo'lmaydi. O'shaning uchun Boris Spassky fil D8 yurishni amalga oshirmoqda. Tishlarini qattiq tishlagan holatda balkim bu narsani iloji yo'qligidan javobini esa rux ikkinchisi endi kelmoqda ochiq bo'lgan, oqlarning hukmronligida bo'lgan D liniyasiga va yana rux D7 yurishi xavf solmoqda. Ot B8 yurishni amalga oshirmoqda Boris Spassky oxirgi resurslar bilan himoyalanmoqda pozitsiyani. Fil C5 yurishidan keyin esa rux hujum ostida olib qochgandan keyin esa partiyadagi so'nggi chiroyli va ajoyib yurish rux uradi D8 yurishidan keyin Boris Vasilyevich Spassky 10-jahon chempioni o'z mag'lubiyatini tan olishga majbur bo'ldi. Gap shundaki, bu yoqda har qanaqasiga o'ynagan taqdirda ham qollar mag'lubiyatdan qutulib qola olmaydi. Misol uchun rux D8 yurishiga bu esa juda ham tabiiy yurish. Javoban bo'ladi fil F6 ikki yoqlama zarba ham ruhga, ham piyodaga. Olib qochgandan keyin esa misol uchun fers F6, shoh H6, ot H4 ga mod xavfi bor. Himoyalansa, u holda yana bir bor shoh svязкаdan foydalangan holatda. Shoh H7 yurishiga esa u holda F7 kattagida shoh, javoban esa shoh H8,
Fil F6 yurishi shoh himoyalanish kerak, boshqa yurish yo'q. U holda esa ferzni berishiga to'g'ri keladi. Ruhbon olish mumkin emas, chunki svязка doskada. Mana shunday ajoyib partiya bo'lib o'tgan do'stlar. 1974-yilda nomzodlar musobaqasi, ya'ni matchi o'sha paytdagi yarim final bosqichida Anatoliy Yevgenovich Karpov jahon chempioni mana shu bosqichda, mana shu siklda bo'lib o'tadi va sobiq jahon chempioni Boris Vasilyevich Spassky do'stlar. O'ylaymanki, sizga partiya ma'qul keldi do'stlar. O'ziga yarasha tarixiy partiyalardan bittasiga biz guvoh bo'ldik va Anatoliy Yevgenovichni o'z shaxmat karyerasi davomida o'ynagan eng yorqin partiyalardan bittasi hisoblanadi. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xudo xolisa bu yoqqa tezroq video qo'yishga harakat qilaman, albatta vaqtdan kelib chiqqan holatda. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.